Assalomu alaykum hammaga. Bugun neyron tarmoqlarning qanday ishlashi, uni qanday trening qilish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, bizga ma'lumotlar to'plami dataset berilgan bo'lsin. O'quvchining o'ynash soati, masalan, 2 soat o'ynasa, dars qilish vaqti, uxlash vaqti va imtihondan o'tmasligi, ya'ni output. Aytaylik, 1 deylik. O'tadi deb hisoblaymiz. Bizga neyron tarmoqlar berilgan bo'lsin. x1, x2, x3, mana bu vazn 1, vazn 2, vazn 3. Neyron tarmoqlarning asosiy vazifasi, eng muhim parametrlardan biri bu vazn. Mana shu vaznlarni nisbatini hisobiga biz lossni kamaytirib, optimallashtirib, oxirida prediktni topamiz, ya'ni bashorat qiluvchi parametrni topamiz. Bu bashorat qilinuvchi y. Asl qiymat y ni o'zi bu 1. Bu 1. Mana bu vazn 4. Endi neyron tarmoqlarda 3 ta qatlam bor, 3 ta layer. Input layer bor. Bu kiruvchi neyronlar x1, x2, x3 va output layer, ya'ni chiquvchi qiymat, va hidden layer, ya'ni yashirin qatlam. Mana shu hidden layerda asosiy funksiyalar, asosiy vazifalar bajariladi. Bunda bizda bitta hidden layer bor, mana bu. Va bitta output layer bor va 3 ta input layer bor. Bizda neyronlarning kirish signali haqida gapirib o'taman. Ya'ni bizda yagona yashirin layer bor, yagona yashirin qatlam bor. Bunga kiruvchi qiymatlar z deb belgilaymiz. x1 vazn 1 plus x2 vazn 2, x3 vazn 3. B1. Bu B1, bu bias, ya'ni og'ish parametri. Aktivatsiya funksiyasi haqida gapirib o'taman. Bularni tushuntiraman hozir. Y. Aktivatsiya funksiyasi y. Aynan mana shu y. Aktivatsiya funksiyasi bu sigmoid funksiyani formulasi. Ushbu ko'rinishda topiladi. Bu 0 va 1 oralig'iga keltiradi, ya'ni natijani. Mana bu y ni 0 va 1 oralig'iga keltiradi. Endi loss funksiya haqida gapirib o'taman. Loss funksiya y kvadrat. Bunda mana bu y shtrix, ya'ni belgisi bor, y bashorat qilingan
label, mana bu asl label. Ya'ni asl javob mana bu bashar qilingan javob. Uning kvadrati loss funksiya. Mana shu neyron tarmoqni asosiy maqsadi mana shu lossni kamaytirib eng kamga olib kelish va natijani hisoblash. Shunda mana bu outputga eng yaqin bo'lgan natija kelib chiqadi. Bunda qanday jarayon bo'ladi? Forward birinchi borish, keyin backward qaytadi. Buni ham tushuntirib beraman. Mana shu bir borib, bir qaytishi, ya'ni backward va forward birgalikda bitta epochni tashkil qiladi. Bitta epochni tashkil qiladi. Bitta epoch tashkil qiladi. Mana shu lossni qiymatini kamaytirib 0 ga yaqinlashtirish maqsadimiz. Bunda yozib qo'yamiz. Shunda optimallashtiradi. Xo'p. Mana bu forward bir neyron tarmoq bordi. Bunda borgandan keyin qaytishim mana bu dastlab xatolikni eng katta qilib chiqarib turamiz. Bunga istalgan qiymatni beramiz. 0 masalan, aytaylik. Bu asl qiymat 1. Mana bu 1. Ko'rib turibsiz. Lossni qiymati shundan nima bo'ladi? Loss y nimaga teng? 1 gami? 1. Buni qiymati 0 ga teng. Demak 1. Lossni eng katta qiymati 1. Bu juda ham katta xato. Mana shuni kamaytirib 0 ga olib kelish. Bizning maqsadimiz. Bunda bir bordi. Endi qaytayotganda mana bu vaznlarni qiymatini o'zgartirish hisobiga biz lossni bunda esa nimada foydalanamiz? Gradientni hisoblashdan foydalanamiz. Bu nima degani? Bu vaznlarni biz qanchaga o'zgartirishimiz kerakligi bu gradient hisoblanadi. Ya'ni backpropagation. Bunda sigma i mana funksiyaga teng bo'ladi. Buni hozir tushuntiraman. Vaznlarni yangilash. Aytaylik, dastlab borishda vaznimiz W4 edi. Endi uni qiymatini yangilaymiz. Buni formulasi bor. Mana bu yerga yozamiz. Bu new bo'ladi faqat. 4 old. Buni eski qiymati dan ayiramiz. Da sigma L. Sigma W. Bunda bu learning rate. Qadam uzunligi, masalan 0 0 0 1 bo'lsin. Yana 0 1 bo'lsin. Mana bu esa gradient. Gradient hisoblanadi. Buni barcha vaznlar uchun takrorlaymiz. Endi W3, ya'ni vazn 3 ni yangi qiymatini topish uchun uni eski qiymatidan ayiramiz. Teta
sigma L, sigma W. Shunday qilib barchasi uchun topamiz. Va hokazo. Mana shu bir borib qaytishi bitta epoch. Loss birinchi 1 ga teng edi. Birinchi epochda lossimiz 1 ga teng. Endi barcha vaznlar o'zgardi-ku. Endi bunday bo'ladi. Bu W1 new qiymati, yangi qiymati, W2 vaznda bu ham yangi qiymati. Bu ham vazn 3 da yangi qiymati. Bu ham vazn 4 da yangi qiymati. Bu Y bu. Bunda endi mana buni qiymati 0 emas, o'zgaradi. Ya'ni bu Y ga, ya'ni Y asl qiymati 1, asl level 1 mana shunga yaqinlashadi. Nimani hisobiga yaqinlashadi? Mana bularni o'zgartirdik. Gradiyentning tushishi orqali o'zgartirdik. Shu orqali loss funksiyamiz kamayib bordi. Dastlab lossimiz 1 edi, tepada. Loss 1 ga teng edi. Endi loss 1 dan kichik bo'ladi. Nimani hisobiga kichik bo'ladi? Endi bunda x1 w1 new x2 w2 new minus hokazo. Yes funksiya. Mana shuni hisoblaymiz. Hisoblaganimizdan keyin aktivatsiya funksiyasini qo'llaymiz. Ya'ni sigmoid funksiyani qo'llaymiz. Va lossni qaytadan hisoblaymiz. Lossni qaytadan hisoblaganimizda 1 dan kichik bo'ladi. Keyin bu bir backward va forward borib keldi va yana boryapti. Bu ikkinchi forward. Bu ikkinchi epoch bo'ladi. Bunda loss funksiyamiz kamaydi. Bashorat qiluvchi y'imiz asl y'ga yaqinlashdi. Shu jarayonda neyron tarmoq o'qitiladi.